Uyimda va hayotimda qo'rqinchli holatlar 3-qism. Agar sizga 1-2 qismi qiziq bo'lsa, profilimdan topsangiz bo'ladi. O'tgan yili yoz paytlari edi. Andijonga bordim. Biz yangi chekka ko'chib chiqqanmiz. Biz ko'chib chiqqan chek taraflar endi uy bo'lyapti. Oldinlar uylar tutqotor, plus insonlar ekin ekadigan joylar bo'lgan. Hamma xil edi. Biz buvamlarda uyda o'tirgan edik. Telefonimni chekka zaryadga qo'yib o'tganim esimga tushdi. Ayamga aytdim, "Ayam, men telefonimni zaryadkadan olib o'taman" dedim. "Xo'p" dedi ayam. Men uyga ketyapman, orqamdan ayam kelayotganini his qildim. Orqamdan kimdir yurib kelayotgan edi. Uyga kirdim, telefonimni zaryadkadan sug'urdim. "Aya" desam, podval tomondan "Xo'p" degan ovoz keldi. "Shu yerda ovqatlanaveraylik, buvamlarda uyga o'tgandan ko'ra" dedim. Desam indamadi. "Aya, eshityapsizmi?" desam, hech kim javob bermadi. Keyin podval tomonga yurib bordim sekin. Podvalga kirishimga 2 qadam qolganda ayam buvamlari uydan "Muhammad Azizxon, men senga qo'lingni yuv, ovqatga kir" dedim degan ovozni eshitdim va she'rim muzlab qoldim. Hech qayerim ishlamay qoldi. Chunki men aniq orqamdan ayam kelayotganini his qildim va podvalga kirib ketganini, shu yerdan menga "Xo'p" degan ovozni rosmani eshitgan edim. A'zoy badanim muzlab qoldi. Orqamga qaramasdan yugurdim ayam oldiga. Ayamga bo'lgan voqeani aytib bersam, ayam ham menga bir narsani aytib berdi. Men har kuni kechki payt uxlayotganimda shu dalizda kimdir yurganini eshitaman. Lekin uyda mendan boshqa kuyinib hech kim bo'lmaydi. Hattoki eshiklarni qo'llab qo'yishadi, dalizda eshiklarni ham. Va hozirgi kunda uyga yaxshilab dam solishib, o'qitishib, tozalatishib yo'q qilib yuborishdi. Aslida u yerlar oldin juda ham xaroba joylar bo'lgan. Hozir hamma uy solib chiqyapti. Bitta biz uy emas, qo'ni-qo'shnilarimiz uylari ham ash paytlarda tinchmas ekan.